Luiza Rasulova nimadan shikoyat qildi va jamoatchilikka murojaat qildi? Assalomu alaykum. Siz Turfa xabarlar kanalidasiz. Videoni oxirigacha ko'ring va fikringizni izohlarda albatta qoldiring. Marhamat, videoni tomosha qiling. O'rtoqlik kecha juda ham bir xunuk holat bo'ldi. Bundan keyin bu videomdan keyin videoni joylayman. Yaxshilab diqqat bilan ko'rib, eshitishinglarni juda ham xohlagan bo'lardim va munosabatinglarni bildirishinglarni xohlagan bo'lardim. Bu borada bu videoga bo'lgan fikringlar menga juda ham qiziq. Qisqacha bu haqida ozgina o'zimni fikrimni qoldirmoqchiman. Men o'zi tabiatdan juda ham bolajonlarni yaxshi ko'radigan insonman. Bolalarni, hayvonlarni juda ham yaxshi ko'raman va munosabatim bolajonlarga juda ham yaxshi. Yonimga kichkina bolalar kelsa, hech qachon o'zimdan itarmayman va mashinam bilasizlar ko'zga yaqin mashina. Juda ham ko'p bolalar kelib rasmga tushadi, kichkina bolalar, yoshi katta bolalar. O'zimdan so'rashadi ruxsat, bemalol ruxsat beraman. Mashinamga kerak bo'lsa o'tkazib ko'raman va mashinamga kerak bo'lganda ozgina chang o'tirib qolsa, nima deydi, I love you Luiza, men sizni sevaman deb yozib ketishadi va bu narsani to'g'ri qabul qilaman. Hech qachon negativni qaramaganman. Kecha bir juda ham xunuk holatga guvoh bo'ldim. Men mashinam turadigan joyda stoyankamni tepasiga mashinamga qaratib kamera qo'yib qo'yganman. Endi yaxshi bor, yomon bor bilasizlar. Kamera qo'yib qo'yganman, lekin hech qachon kirib kameramni ertalabdan kechgacha kim yuribdi, nima qilyapti, bu narsani qarashga vaqtim ham yo'q, bu narsani qaramayman ham. Kecha o'sha uydagilar bilan chiqqanimizda bitta narsaga guvoh bo'ldim. Mashinamning ustida shunday mashina loy ham prosta loy emasda, toshli loy. Bejab ketishganda, otib ketishgan. Bundoq surkab ketishganda, kim ekan deb kameradan kirib qaradim. 3 ta qiz, yosh qiz, kichkinagina. Bilmayman kimning farzandlari. Shunaqa bir xunuk narsa qilishgan. Videoda o'zingizlar ko'rasizlar va fikringizni yozib qoldirasizlar. Oturiyman deb qattandir bizning domimiz atrofida unaqa loyli, toshli loy yo'q deb qattandir olib kelyapti. Bilib turib, mana mashinamligini prekrasno bilib turib, целенаправленно kelib shu ishni qilyapti. Shu qizlarning ota-onasiga ming rahmat. Shunaqa bir nima deydi, farosatsiz, tarbiyasiz tanti qizlarni tarbiya qilayotganingiz uchun ming rahmat. Tegmagan odamga, sizlarga umuman sizlarni tanimagan odamga shunaqa zarar yetkazyapti. Bilmayman qayerdan buncha do'q bu qizlarda. Ichida bitta ro'mol o'ragan qiz ham bor. Ota-onasi ro'mol o'rash esidan chiqmabdi-da, ro'mol o'ratishibdi, lekin tarbiyani berish esidan chiqibdi. Uzr, bu meni fikrim. Chunki juda ham xunuk deb bu narsa. Men birovga tegmasam, birovga zararim tegmasa, birovni tanimasam, nima keragi bor bunaqa narsa qilib? Juda ham xunuk ish deb bu. Keyin bu narsani norma deb qabul qilishyapti. Kulib, hi otaveraymi deyapti-da, otyapti-da, chaplab ketyapti-da, men bu loy toshli loyi ham bunaqasi bejab ketgan. Mashina arzon mashina emas, o'zimni mehnatim bilan olganman. Prosta xunuk vaziyatda. Bu narsani okey, mayli, mashina bu temir. Bu narsa ham emas. Prosta bu narsani bu qizlar norma deb qabul qilayotgani va bu narsadan mazza qilib, zavqlanib, nima deydi, kulib, bir-biri bilan norma deb qabul qilayotgani menga juda ham g'alati. Bilmayman sizlarga qanaqa, video davomida ko'rasizlar. Guvoh bo'lasizlar, norma deb qabul qilyapti va kulib, o'rtoqlarini chaqirib bu narsadan mazza qilib zavqlanyapti-da. Okey, bu safar loyli, toshli loyi menga gurkab tashab ketdi. Okey, keyingi safar hech nima bo'lmasa ekan bizga deb kelib qirib ketsin, teshib ketsin. Mayli, meni mashina emas, boshqa mashinalarga ham demak bu normal ekan. Bundan battar ishlarni qilsa ham bo'lar ekan deb shu ishni qilishadi. Bundan battarini qilishiga men ishonaman bu qizlarni. Ming rahmat shunaqa farzandlarni tarbiya qilayotganingiz uchun. Sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq. Videoni hozir joylayman. O'zingizlar ko'rib, fikringizni qoldiringlar va o'zingizlar uchun xulosa qilib olasizlar. Yaxshilab ahamiyat bersanglar, bitta qizdan tashqari, oldiga otgan qizdan tashqari ro'mol o'ravagani, orqadan sekingina loyi ham otganini ko'rishingiz mumkin. Diqqat bilan ko'rib, quloqinglar bilan yaxshilab eshitib ko'rasizlar va xulosa qilasizlar. Sizlarning fikringiz menga qiziq. Bu narsaga ahamiyat bermaganim yaxshimi yoki bu narsani sizlar norma deb qabul qilasizlarmi? Sizlarning fikringiz menga juda ham qiziq. Misol uchun men o'zim nima his qilayotganimni sizlarga aytdim. Sizlarning fikringiz qanaqa bilmayman, videoni joylayman.